Nike'dan juda ham chiroyli modelimiz kelibdi. 2026-yilniki. Bu yoqda bitta yoniga, bu yoniga ham e'tibor berib ketasizlar. Yana tegigan, bitta e'tibor beringlar. Tegam juda ham chiroyli ekan. Razmeri keladigan bo'lsa, 39 dan 45 gacha narxi 400 ming so'm chiqdi. Bitta necha grammligini ham ko'raveramizmi? Hop, 161 gram. Bu yoqda FL kelgan. FL-nikini o'lchab ko'ringlar qani. FL-niki 172 gram ekan. Bu razmeri FL-niki 39 dan 45 gacha narxi 350 ming chiqdi. Yana bu yoqda Trionda koptolarimizni 3 xil kayfiyatda kelgan. Bunisi 180 milligi, bunisi 240 milligi, bunisi hop, eng yaxshisi ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bunaqa joylarda gullari ham bor dedi. Bu 280 milligi. Endi kimga shunaqa Trionda kopto yo mana bunaqa 2026-yil eng so'nggi butsilar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Elsport kelib olib ketaverasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.